qizi tiktoklarda batl qilsa, bir haromxo'rda yuz unga shartlar bersa, yana qancha shaytonvachcha kulib tursa, bu kunlarni ko'rib ado bo'ldim dada. Eri turib nomahramni o'ynash bilsa, lichkalarda oh-voh qilib kayf qilsa, uyalmasdan onaman deb kulib yursa, dunyo ishin ko'rib ado bo'ldim dada. Bu qizlarni ayting qanday siyolaman, na oppa, na singlim bo'lar diyolaman. O'zbek degan nomimdan ham uyalaman. O'zbeklarga nima bo'ldi, ayting dada. Odamlarga oxirati kerakmasmi? Bu hammasi qiyomatdan darakmasmi? Chidolmagan ko'ksimdagi yurakmasmi? Dunyo ishin ko'rib ado bo'ldim dada. Dunyo ishin ko'rib ado bo'ldim dada.